إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Lekin diqqat qiladigan bir eskartish, bir surda bir qanchilgan yerda madda muttasil yoki madda munfasil bo'ladi. Beshidikini qancha harakat miqdori so'zgan bo'lsak, keyindikisini mo oxirida chiqqan shu madlarni mo shu harakat so'zaymiz. Masalan, bir oldida bir madda munfasil chiqqan bo'lsa, uni biz 4 harakat so'zgan bo'lsak, oxirdagi, keyingi oyatlardagi madda munfasilni mo biz 4 harakat so'zaymiz. Birinchi qitimliqini, tunji qitimliqini 5 harakat so'zgan bo'lsak, oxiridagini mo 5 harakat so'zaymiz. Yana bir muhim nuqta, biz madlarninki darajalarini o'rgandik. Mad lozim eng kuchliq dedik. Undan keyin madda muttasil, ya'ni ulan mad dedik. Undan keyin madda arij, ya'ni o'tkinchi mad dedik. Undan keyin madda munfasil, ya'ni ayrilma mad. Undan keyin madda badal. Bu shunday darajalarni o'rgandik. Tilovat qilgan chog'imizda kuchliq madni ojiz maddan kam so'zlab qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Ayrilma mad bilan tutash madninki miqdori o'xshash. Lekin tutash mad kuchliq, ayrilma mad ojiz. Shu ayrilma madni bu tutash maddan uzoq so'zlab qo'yishga bo'lmaydi. Masalan, mayada gapimizga qaytib kelsak, Robbi akraman 4 yak bas so'zaymiz, bu mad munfasil. Ya'ni ayrilma mad bo'ldi. Wa amma idza mabtalahu o'xshashlar mayada mem g'unni qilamiz. Mayada nima bo'ldi? Madda munfasil, ya'ni ayrilma mad shakllandi. Chunki mad harf bilan hamza ayrim-ayrim ikki kalimada keldi. Idza mad tabi'i, mabtalahu la mad tabi'i, faqadara alayhi rizqahu, qaf cho'ngarib rizqa, qa og'zimizni to'shqizab rizqahu, ha mayada madda nima bo'lmishadi? Madda sila, ya'ni bog'lim mad, ya'ni ulan mad. Rizqahu, ya'ni bu yerda kichik ulan mad bo'ldi, tabiiy madga ergashdi. Ikki harakat miqdorida so'zaymiz. Fayaqulu qu, fayaqulu qu tabiiy mad. Robbi ahanan mad munfasil, ya'ni ayrilma mad shakllandi. Ayrilma mad 4 yoki bas so'zaymiz. Kalla, kalla bu yerda tabiiy mad va bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Bal, hal bilan bal ikki harfati sakinlik lamning qatorida hal bilan balda kelgan ikki harf bor. Ikki mush ikki harfda sakinlik lam bor. Keyindan lam bilan ro kelsa hukmi idg'am bo'ldi deb o'rgangan. Mana naqlam bu yerda lamning keyindan, ya'ni sakinlik lamning keyindan lam keldi. Hukmi nima bo'ldi bu yerda? Idg'am. Balla ikki lamni birlashtirib biz bir lamdek, ya'ni bir harfdek o'qiymiz. La tukrimuna, la shirkat miqdori so'zaymiz, tabiiy mad. Tukrimuna, mu shirkat miqdori so'zaymiz, tabiiy mad. Al yatim mad arli sukun. Wala la tabiiy mad. Tahadduna ولا تحاضون. بهذا قندامات مد لازم كلمي، مد لازم كلمي ولده بهذا مد لازم كلمي مثقل. Çünkü mad harfining keyinidan sukun kelgan chaqda, ya'ni sukunning sababidan ikki xil mad shakllanadi deb o'rgandik. Birinchisi mad arij sukun, ya'ni o'tkinchi mad, yana birisi izchil mad, mad lozim. Demak, bu yerda ha alif keldi, mad harfi
Mad harfining keyinda nima keldi? Shaddalik harf keldi. Shaddalik harf. Bu shaddaninki birisi sukun. Shunami? Har qanday bir shadda oyada ikki harf bor, birisi sukun dedik. Demak, mad harfining keyinda sukunli harf keldi. İzchil mad shakllandi. Bu kalimimi harfimi degan chaqda kalimi. Ya'ni so'zda bo'lsa kalimi, ya'ni so'zdagi harf kelgan bo'lsa, masalan lam, mim, ra degan harf kelgan bo'lsa, bu harfi deydik. Demak, mayadikisi so'zdagi shaddilik izchil mad. So'zdagi shaddilik izchil mad. Ya'ni mad lazim kalimi musaqqal. Ala, la, ala tabimat ta'amil, ta'a tabimat ta'amil miskin. Mad ali sukun miskin. 2 4 6 so'z emas. Wa ta'kuluna lu tabimat at-turatha at-tura tabimat aklal lamma lal aklal deganda qo'sh harakat keldi. Qo'sh harakatning keyinda lam keldi. İdgam bighayr gunna. Ya'ni gunnasiz idgam. Lamma shaddilik mim keldi. Gunna qilamiz. Ma lamma mushaddim mad va mad iwad. Ya'ni tegish mad deb o'tdik. Tegish mad. Bu yerda tegish mad qaysi madga agishdi? Tegish mad tabiiy madga agishdi. 2 harakat miqdorida so'zlaymiz. وتحبون المال حبا جما وتحبون البو تبمت المال ما تبمت حبا بهذا شو خفاء يعني نون يشرمز قوش harakatning keyindan qo'sh harakatning keyindan jim keldi, xifar keldi. Bu yerda xifo qilamiz. Jamma mim shaddilik tashdidlik keldi, qo'lni qilamiz. Ma tegishmat. Chunki tegishmat deganimiz qo'sh zabarda to'xtagan chaqda paydo bo'lgan mat. Qo'sh zabar keldimi? Mim do zabar, ya'ni mim do zabar man deb o'rgandik. Mim fathatayn man. Mushada mushuningdek fathatayn, ya'ni qo'sh zabar to'xtagan chaqda shakllangan mat tegishmat. Jamma bu mat tabiiy matga agishadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla iza bu mat ayrilmad. Chunki mad harfi bilan sabab, ya'ni hamza ikkisi ayrim-ayrim ikki kalimaga kelganligi uchun ayrilmad, mad munfasil. إذا تبيمت الأرض مش هذيك ران قدا قلمز يسكن ألد زبر وسا چون قلتوق راني چون تلفظ قلمز دكا قوس زبر يعني قوس شركتن كيندن تنوينن كيندن دال keldi. Bu yerda ixfa, ya'ni tanvinni yushrib talaffuz qilamiz. Dakka ya'ni lam o'xshashlam tegishmad. Ya'ni madda ivat shakllandi. Shikirkan miqdori so'zlaymiz. Wa jaa robbuka wal malaku saffan saffa. Bu yerda wa jaa bu madda muttasil, ya'ni ulanma mad. Nima madda muttasil bo'ldi? Mad harfi bilan hamza, ya'ni sabab ikkisi bir kalimada keldi. Mad harfi alif, sabab bo'lgan hamza ikkisi bir kalimada keldi. 4 yoki 5 harakat so'zlaymiz. Va jaa robbuka wal malaku saffan saffa. Qo'sh harakat keldi, qo'sh harakatdan keyin sod bu ixfaning harfi. İxfa qilamiz. Maya diqqat qilish tegishli nuqta. İxfadagi g'unna 2 xil bo'ladi. Askartish ixfadagi g'unna 2 xil. Demak, shu tanvin yoki sakinlik nunning keyindan cho'ng harflar kelsa
ixfa harflarining ichidagi cho'ng harflar kelsa, g'unnini cho'ng chiqiramiz. Cho'ng talaffuz qilamiz. Kichik harflar kelsa, g'unnini kichik talaffuz qilamiz. Masalan, bu yerda soffan qo'sh harakatning keyindan sod, bu sod cho'ng talaffuzli harf, shundaymi? Ko'tarangi harf. Cho'ng harf kelganligi uchun bu yerda g'unnini soffan soffa soffa og'zimizni to'shqizib, tilimizningki o'tirsa va oxirini ko'tarib soffa cho'ng g'unni bilan g'unnini cho'ng chiqarib turib o'qiymiz. Soffa bu yerda yana ham tegish mad, ya'ni qo'sh harakat, ya'ni qo'sh zabarda to'xtagan chaq shakllangan mad. Waji'a bu yana ham ulanma mad. Waji'a madning keyindan hamza shikkisi bir kalimada keldi. 4 yak bas uzaymiz. Yawma izim bi jahannam. Bu yerda tanvin keldi. Ya'ni qo'sh zir, qo'sh harakat keldi. Bu yerda bir hukm bo'ladi hamda bir qoida bo'ladi. Bu qoidani bilish uchun keyinga qarab qaraymiz. Keyinga qarab ba. Demak, tanvinning keyindan, ya'ni qo'sh harakatlarning keyindan ba kelgan chaqda hukmi nima bo'ldi bu yerda? Qoida iqlab. Sakinlik nun yoki tanvinni memga o'zgartiramiz. Buningki belgisi mana bu kichik mem. Biz o'rgandik, Qur'ondagi alomat. Iqlabningki belgisi kichik mem. Yawma izin bi jahannam. Bu yerda alayda bir askartish, qarindoshlar. Alayda bir askartish, qarindoshlar diqqat qilsak bo'ladi. Iqlab, ya'ni almashtirish. Iqlab bilan almashtirish. Ya'ni iqlab, almashtirish. Undami yana birga ixfa-u shafaviy deymiz. Sakinlik mimning keyindan ba kelsa, ixfa-u shafaviy bo'ldi. Iqlab bilan ixfa-u shafaviyninki kayfiyat o'xshash bo'ladi. Talaffuz qilinish o'xshash. Bu yerda ba'zi qorilar, ya'ni ba'zi mashhur qorilar bu yerda masalan yawma izin deb arliq, ya'ni ikki lav o'tirisida arliq qo'yib turib, azroq bir arliq qo'yib talaffuz qiladi. Yawma izin shunga o'xshash. Ba'zi mashhur qorilar, ya'ni ba'zi olimlar arliq qo'ymay yawma izin ikkilavini ching yumib yawma izin ikkilavini ching yumib o'qiydi. Buningki har ikkilisi to'g'ri. Buningda ba'zilar lavni yummaysan deydigan, ba'zilar yumasan deydigan, ba'zi arliq qo'ysan ya qo'ymaysan deydigan talash-tartish qiladigan masala emas. Buningki har ikkilisi to'g'ri. Mishaga diqqat qilsak bo'ladi. Yawma izin bi jahannam. Demak, ixfa-u shafaviy bilan iqlabda shunda bir qancha xil talaffuz qilib o'qisak to'g'ri bo'laveradi inshaalloh. Bi jahannam. Nun shaddilik keldi, g'unna qilamiz. To'xtash qoidamiz bo'yicha to'xtamoqchi bo'lgan kalimaninki eng oxirini sakil qilib to'xtaydik. Bi jahannama. Mim asli mayada zabar. To'xtash qoidamiz bo'yicha eng oxir kalima mimni sukunga o'zgartirib bi jahannam. Shunda to'xtaymiz. Yawma izin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra. Yawma izin idg'am, ya'ni kirishtirish g'unni bilan, ya'ni bu yerda g'unnalik idg'am bo'ladi. İnsanu ixfa insanu tabimat shakllandi va anna mayada g'unni qilamiz, nun tashdidlik keldi va anna kichik alif mayada bo'ldi, o'xshashlam tabimat bo'ladi. Lahu zikra mayadagi qarindoshlar diqqat qilaylik, ha keldi, lahu 3-shaxs erlik birlik ha keldi mayada. Bu yandan keyinda nimishqa, ya'ni biz o'rgangan madda sila kelmaydi. Madda sila ya'ni bog'lama mad. Nimish kelmaydi bu yerda desanglar, asli bu yerda bir shart bor. Mush haning oldi va keyingi ikki harf
harakatli kelsa, undan keyin mad bo'ladi deb o'rgangan. Bu yerda bu haning oldida kelib lam harakatlik, ammo keyinda kelib bu alif harakatlikmi? Harakatlik emas. Shuning uchun bu yerda mad shakllanmaydi. Lahu zikra. Zikra ra tabiiy mad shakllandi. Yaqulu ya laytani. Yaqulu qu tabiiy mad. Ya laytani ya bu yerda tabiiy mad shakllandi. Laytani ni tabiiy mad. Qaddamtu sakinlik mim keldi. Qaddamtu sakinlik mimning keyindan ba bilan mimdan boshqa jimal tarif kelsa hukm izhor bo'ladi. Qaddamtu izhor qildik, g'unna qilmaymiz. Izhorda g'unna qilmaymiz. Li hayati ya tabiiy mad ti tabiiy mad. Li hayati tabiiy madlarning miqdorini o'xshash chiqarishimiz kerak. Li hayati bir yerda uzun, bir yerda qisqa bo'lib qolsa bo'lmaydi, qat'iy. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ qo'sh harakatning keyindan lam keldi. G'unnasiz idg'om. La yu'azzibu la tabiiy mad azabahu ahad. Endi mayada mana bu boya degan ha keldi. Haninki oldi va keyindagi ishkarib harakatlik. Shart kuch tushganlik uchun bu yerda madda sila shakllandi. Ya'ni bog'lim mad shakllandi. Buni biz cho'ng ikkiga bo'lgan madda sila kubra va sug'ro deb. Cho'ng ulan mad va kichik ulan mad. Bu yerda bu cho'ng ulan mad kishirdi. Chunki haning keyindan hamza keldi. Azabahu ahad. 4 yoki 5 harakat so'zlaymiz. Buni qaysi madga agishidi? Ayrilma mad, ya'ni madda munfasilga agishidi. ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا لا تبمت يوثق يو تبمت وثاقه ديجن ين تبمت و ما يد ين هاكل ده وثاقه أحد بياد أخشش لام يعني ulanmad şekillende çoğun ulanmad. Çünkü kendi yanılam hamzi geldi. Ahada kendi dalını qalqal qılımız. Ahada kendi dalını qalqal qılıp qoymayız. Ya eyyatuhan nefsul mutmainnah. Ya da ya eyyuha. Bu qaraydigan bo'lsak ba'zi Qur'on-i Karimlarda, ya'ni ba'zi davlatlarda besilgan, ya'ni arab davlatlarida besilgan Qur'on-i Karimlarda bu ikkisi ayrim-ayrim yozilmaydi. Bir kalima shaklida yoziladi. Bir kalima shaklida yoziladi. Ya ayyuha, masalan ya ayyatuha. Demak, qarmoqqa madd muttasil deb ko'rinadi. Ya'ni tutash madda ko'rinadi. Ammo amaliyotda bu ya ayrim kalima, ayyuha ayrim kalima. Bo'g'anlik uchun ikkisi ayrim-ayrim keldi. Mad darbi bilan sabab ikkisi ayrim-ayrim ikki kalimaga kelgachga bu yerda yana o'xshashlar. Madda munfasil, ya'ni ayrilmad bo'ladi. 4 yoki 5 harakat so'zlaymiz. An-nafsu nun bu yerda g'unna qilamiz. Mutmainnah, ya'ni g'unna qilamiz. Mutmainnah. Mana to'xtagan chog'imiz qanday to'xtaymiz? Nah. Bu ta'ni biz yumaloq ta'ni haga o'zgartirib to'xtaymiz. Irji'i ila robbiki radiyatan mardiyah deganda irji'i bu yerda ro cho'ng o'qiladi, ya'ni cho'ng talaffuz qilindi, chunki oldida hamzatul vasl bor. Uloq hamza roning oldida, ya'ni ro sukun bo'lib oldida uloq hamza kelsa roni cho'ng o'qiydik, ya'ni cho'ng talaffuz qildik. Irji'i ir emas ir desa xato. Xato. Irji'i ron cho'ng emas.
ما يدي أنا قندم مدوا ارجعي إلى ربك أير المد إلى أير المد راضية را أير الماء ما يدا راضية إدغام يعني كرشترش غنلك إدغام مرضية راني يعني شون قيمز مرضية فدخلي في عبادي دل نقل قلدوق فدخلي ما ياد تبيمات كلده اشكي حركت مختار ده سوزايمز في اوخشاش تبيمات اشكي حركت مختار سوزايمز عبادي دي ما ياد يا كلده بو يعني تلفظ قلمز ما يا چپقاس بولمайды يا سكون aldı zir boğalık için tabimat şekillendi اوخشاش اشكي حركت مختار سوزاب اند توختايمز في عباد دب توختاب قويسا خطا في عبادي شكركات مختار ده مدنن حقن طلق بيرويتب عند توختايمز ودخولي جنتي دل قلقلة ودخولي لي أنا تبيمات اشكي حركات مختار سوزايمز جنتي نون تشديد لك يلده غن قلمز جنتي يعني لما يدا تبيمات وا اشكي حركات مختار ده سوزايمز مشانو bilan bu sürni bir baştan o'qib chiqdik. Har bir oyatdagi biz burun o'rganib o'tgan qoidalarni ayırıp chiqdik. Amsa qarindoshlar biz bu sürni yana başdan oyoq bir qatam tajvidlik o'qib o'tamiz. O'quvchi saboqdoshlar shu bo'yicha tatbiqlab olsanglar bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. أمس qarindoshlar tajvid nazariyasini amaliyotga tatbiqlash bosqichimiz mushada oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.